2 xonalik yevro remont uy so'ragan aziz obunachilar uchun videoni oxirigacha ko'ramiz. Hozirgi manzilimiz Termiz shahar Beshkahpada bo'lib turibdi. Fidokorlar mahallasida kelganmiz. Aziz obunachilar, 5 qavatli uylarning 4-qavatida umumiy maydoni 43 kvadrat bo'lgan 2 xonalik tayyor uyimiz sotuvda. Tashqi eshik ko'rib turganingizdek, tashqi eshiklar ham juda yaxshi holatda saqlangan. Uy 2022-yil topshirilishiga qaramay, uyimiz juda yaxshi holatda saqlangan. Deyarli ijarachi turmagan. Ko'rib turganingizdek, bu esa koridor. Koridorda to'g'rimizda hojatxona bilan dush birgalikda joylashgan. Pastda 500 litrlik nasoslar qo'yilgan. Suvni naporda gap bo'lishi mumkin emas. Hozir oxirida ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu esa asosiy xonasi, bitta xonasi. Yorqin, chiroyli aboylardan tanlangan. Ikkita xonaga ikkita aboy. Lustragacha qo'yilgan, aziz obunachilar. Tezda shoshilamiz. Hamma joyi o'z holatida turibdi. Hech qanday bir eshiklari yoki umuman aboylari yirtilib boshqa holati yo'q, aziz obunachilar. Narxini aytib o'tamiz. Narxi 310 million so'm deb baholandi. Kelishadigan joylari mavjud. Faqat naqdga sotiladi. Ikkilamchi, barter variant degan gurungi yo'q. Tezda shoshilamiz. Agar kim shu ko'chaga kundoz oladigan bo'lsa, 310 milliondan ancha kelishtirib beradigan joylari mavjud. Naqd oladigan bo'lsa, bu esa kat yo'li, issiqlik tizimida muammosi yo'q. Aytgancha kommunal to'lovlardan aslan muammo yo'q. Pastda aytib o'tganimizdek 500 litrlik nasoslar qo'yilgan. To'g'rimiz esa hozir dushovoy bilan hojatxonani tanishtirib o'tib ketamiz, aziz obunachilar. Oxirgacha kafillangan, yarmi kafillanmagan, oxirgacha to'liq kafillangan. Hozir esa sudni ham ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, sud naporini aslan muammosi yo'q. Bog'lanish nomer 99 kodi bilan 716 53 78. Tezda shoshilamiz.